Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar jigarlar, kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, sizlarning talab va istaklaringizga binoan biz cho'lda qolgan oila, ya'ni Sodiq aka uylariga yetib keldik. Juda ham ko'pchilik kommentariy yozgan ekan. Boshlaylar podдержка qilamiz deyishgan ekan, xudo xolasa. Komil do'stim, usta, xudo xolasa birgalikda keldik. Assalomu alaykum. Keyin Sodiq akaga navbat. Assalomu alaykum, Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Men Sodiq akamizga keldik. Nasib bo'lsa, ko'pchilikning istagiga binoan nasib qo'llab-quvvatlab tursanglar, shu yerda boshlaymiz. Yana bir marta assalomu alaykum. Ay jonida. Zo'r. Qani bir salom alaykum qiling qani. Zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Videochida endi boyam kelib ko'rishdik. Xo'p, Sodiq aka o'zi qanday? Nima deyapti odamlar ko'chada? Qilishsin dedi. Men aytdim, ko'rdim bugun bir kala hamma. Nima deydi yana? Men onaga qilmayman. Qo'lon bo'yamas, soch akamaydi. Qilishsin deb ko'rib turibdi. Ko'rishibdimi? Ha, xalas ko'rib. Salom ayting bitta Suroch akaga, G'ulomboy bitta salom ayting. Soch aka salom. Assalomu alaykum, G'ulomboy ko'rib turgan bo'lsangiz. G'ulomboy yomon gapirma, xafa bo'libdi. Nima dedingiz? G'ulomboy uyda. Xo'p, qadrdonlar. Hamma ko'ribdi. Nima bo'ldi? Nima kim eshigini sindirib ketdi? Bo'ldi. Yo'q, to'g'risini ayting, o'shaning uchun hozir odamlar yordam qilaylik deyapti. Nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Otangizni endi qilmaydi endi bo'ldi. Qayerdan bilasiz? Ichib olgandan keyin kalla yo'qda unda. Kelib qilsa kim javob beradi? Derazani sindirib ketsa, yomon bironta oila a'zolaringizga bir ziyon ko'rsatsa, kim javob beradi? To'g'ri. Ha? To uchastkovoy kelaman deguncha, bir nima siz bo'lmasangiz, ishda bo'lsangiz. To'g'ri. O'shaning uchun jigarlar yaqinroq kelamiz. Mana shu necha metr o'zi? Bitta qadamlayqam, komil bitta qadamlayqam necha metr chiqadi? 6 metr zapol. 6 metr? Ko'chagatda. 6-6,5 shu atrof. 6 metr. O'zi mana shu 6 metr. Bir kalitga qo'yamiz, arava sig'adigan, to'g'rimi Sodiq aka? Bitta kalitga qo'yamiz, shlaka blok bilan tarillatib terib tashlaymiz. Mana shu. Bu yoq yopiladi polностью. Bu yoq yopiladi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Qum bor, o'sha qum to'kilgan shunday qolib ketdi-da shaqda. Ha, qum bor. Mana bu yoq toshimiz qoladimi yo'qmi Sodiq aka? Tosh bayra tosh. Ha? Fundamentga. O'sha tosh ha? Yo'q. Quduq qanday quduq? Suv chiqarmayaptimi? Yanga bir salom alaykum qiling. Assalomu alaykum. Hammaga avvalambor bizani qo'llashga, undagan odamlarga ming rahmat. O'sha biron qilib bergan holat qanday bo'lsa, mana ko'rib turganlaringizdek xuddi shunday. Balki agar yordam bermasa, xalq balki bir umr shunday yasharmiz. Chunki farzandlarim avvalo ikkovi ham qiz, xo'jayinim hech qayerda ishlamaydi, hammalaring xabarlaring bor. O'shaning uchun yana bir bor murojaat qilishga majbur bo'ldim. Ahvolimni tushunib, bilib, yordam qo'lini cho'zib, ana qilgan odamlarga ming rahmat aytaman. Doim har doim ham yordam berib, shuncha mana quduqlar qilib, uylar qilib berdinglar. Sizlarning sharofatlaring bilan sharoitimiz anchagina yaxshilanib, insonga o'xshab hayot yashab kelyapmiz. Buning uchun sizlarga kattadan katta rahmat va Allohim doim qo'llasin sizlarni. Bundan buyog'iga ham agar mabodo yordam qilsanglar, sizlarning sharofatlaring bilan shu darvozali bo'lib, hovli aylantirsak, yana ham yaxshiroq bo'lardi. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlasanglar, yordam qo'llaring cho'zsanglar deb yana bir murojaat qilayotgandim. Miron xalq ana qildi, mayli yanga qancha bo'lsa deb aytayotgani uchun to'g'risi hozir yana bir to'lqinlanib, hayajonlanib ketdim. Rostdan yana bir bor murojaat qilishimiz to'g'rimikan, noto'g'rimikan, lekin muhtoj bo'lganim uchun yana majbur bo'ldim so'rashga yordam. Chunki o'sha kuni aytavering. Vaziyatimiz shunday bo'lib qoldi. Uyda yo'qligimizda kelib sindirishgan. Nima deysiz endi? Kimni aybdor qilishni ham bilmaysiz-da. Endi ochiq joy. Farzandlaringiz endi bo'lgan bo'lsa uyda nima bo'lardi degan. U hozir kallasi bo'lmaydi, ichib olgan bo'lsa. Ishga ketishim bor, xo'jayinim mabod ishchi bo'lsa ketishlari bor. O'sha Otaniyozmi deganlarga videoni yetkazib qo'yinglar. Mana shu atroflarga yana bir agar o'ralashadigan bo'lsa, agar jinni bo'ladigan bo'lsa, jinnixonaga tiqtiramiz, bo'lmasa uchastkovoylar bilan chiroyligina qilib chorasini ko'rdiramiz. Mana shu atroflarga umuman yaqinlashmasin. Otaniyoz degan tanishlari ko'radimi? Chunki Ves Talmarjon hozir videoni ko'rib turibdi. Shu Otaniyozga yetkazib qo'yinglar. Ko'chada ko'rib qolsak, o'zimiz ham tushuntirib qo'yamiz. Shuning uchun uyda hech kim bo'lmagan, kelib mana eshikni sindirib tashlagan. Nima bilan o'rgan, nima qo'ygan? Eshikni sindirib tashlagan. O'shaning uchun aytamiz, mana shu yerdan devor o'rab beraylik qo'limizdan kelgancha. Chunki ko'p narsa bor o'zi.
Ha, oldin o'zlaringiz olib bergan qum bor, yana Bir talimarjonlik tadbirkor akamiz, gap bo'lishi mumkin emas, ustilariga palasa, tam sementlar olib bergandilar. O'sha akamiz bir qum ham to'ktirib bergandilar oxirida. O'sha qumlari mana bu yoqda turibdi. Turibdimi tovuq? Har kun tug'adi. Nechta tug'adi tovuq kuni? 3 ta, 4 ta, 5 ta. Sodiq aka? Sağ, işte tuttu, bir tane. 3 ta 4 ta bor ekanlar zavtrikcha. Bor. Yine o şey bana kaç kalsa tabii ben sağ. Davlingiz ko'tarilib ketmayaptimi o'zi? Davlingiz bor edi bu yoqda. Bor, katta dalina bor. Ben ayak şimdi kaldı bu çıkış koyup aytacağım. Ayak. Oyoq ishlamay qoldi. Ana bir ne bileyim, kılmam ne bileyim. Hassa bilan. Hassa bilan. Hassa bilan yurib qoldingizmi? Ha, bırak. Ana akıl. Mahmut Akan to'g'rab qo'ydi. Arablar kuldi avval vaqtida taqta bana. Kim kuldi? Avval arablar nima bo'ldi deydi. Endi aka zoyman baquvvat yurgan. O'shani aytaman, juda ana bo'lib qoptilar. Kelsam, ana yo'q, hol oldinga ko'tarib aylantirib taylaychilar hamma. Sen soqol qoldi ikov soqol qoldi. Oqa, endi aka, necha kirdi Sodiq aka? 42. Hali yosh ekansiz-ku. Shunga jigarlar kelinglar. Mana shu ikkita qizcha uchun mana shularni o'rab chiroyli qilib qo'yaylik, xavfsiz bo'lsin. Bu yog'i bilasizlar, cho'l, bu taraf. Ham bitta erinti boyagida ichkanlar kelib, bu yoqqa o'sha hujum qilayotgan ekan. Lo'chi chiroyli qilib aylantirib bitta darvozacha qo'yib qo'ysak, bemalol ishda bo'lsangiz ham ishlaysiz, to'g'rimi? Sud ana bu ishlaysiz, smenada ishlaysiz-da? Goh kun ketaman, goh kun ketaman, lekin shu bolalarimdan xavotirda ketaman, to'g'risi. Bolalaringiz uyda qoladi. Uyda qoladi. Mana shuning uchun jigarlar kelinglar. Bitta yana o'zi ko'p xarajat yo'q bu yoqda. Usta mana do'stimiz usta Komil bilan kelganmiz. Sirazi hozir o'lchab qancha nima ketishiga mahsulotlarni bitta ko'rsataylik. Mikrofonni. Qum mana shuncha qum qolgandi. Tamam, bir zil qum shunday turibdi mana. Qum bor. Ana yoqda tosh bor, Komil. O'sha fundamentga yetib ham qolsa kerak. Indamagina yetib qoladi nasib bo'lsa. Kimdir yana qanchadir toshimiz kamroq ekan, yetmay qolsa yana kimlardir aytayotdi, toshim bor uyda 1-2 murabbiy. Qarab ishlaydi, kimda? Kim edi? Qarab ishlaydi, men aytib o'taman. Qarab. Bak sen. Ha, ben bachcha otgimi? Akram beraman dedi. Aka dedi. Akram. Qum beraman. Akram bak. Qarab ishlaydi. Ben sana. Qum beraman dedim. Yo'q, Tosh. Oldin ham bermadimi o'sha Akram? Berdi. Akram olib kelib tushirib ketdi o'sha Akram. Aytib ko'rdim o'sha. Mana bu yoq necha metr? Sodiq aka keling qani bir ko'rsating qani? Uchastkani. Qo'yam bu yoqda o'rin bor. Yo'qolama deydi. Maydagina mana shu yoqda pastroq bo'lsa ham hali devor. Bu yoqda bemalol kirib kelaveradi, yoqda yopganingiz bilan. Ha. Bu 4 metr ekan. Bu yoq 4 metr ekan, uyga qoldirilgan. Endi qachon uy quriladi? Baribir shunday devor qilib qo'yganimiz yaxshi-da men bu yoqda ham. Odam bu yerdan balandroq bo'lsa, odam o'ta olmaydigan qilib. Endi pastni bilmasam, pastni qanday pastni ham hol qilishimiz kerak. Hojatxona ham shu ahvolda yotdi. O'zi tergan qishizmi shu? Ha? Molxona batiz, molxona kim? Molxona. Molxonani ham o'zi terdingizmi? Qani bo'lsa olib kelib qo'yishdi. Xo'p. Yangi o'zingizni kartangiz bor, ha? Ha, bor. O'zingizni kartangiz bor. Yangani o'zlarini kartalarini qo'yamiz. Qanaqa bank? Agrobankmidi? Men o'zim oyligimniki anada. Plastik, plastik karta. O'shan olib chiqish kerak. Plastik o'zingizni O'zbekiston kartangizni qo'yamiz, rossiyskiy karta qo'yamiz. Jigarlar qo'ldan kelgancha hammamiz bitta poddershka qilaylik. O'zi hech qancha ketmaydi. Komil nechtalar qish ketadi? Taxminan shu ikkalasiga ketib qolsa bir 600-700 ta ketami, 1000 ga yaqin ketib qoladi. Necha pul hozirda qish? Hozir 3900 so'm. Bu press blok. Press blok. Press blokdan orasini chiroyli qilib chiziladigan blok bo'ladi-ku. Yo'q, u katta press blok qimmat. 6000 mi shatroq turadi. Biza oddiy press blok 3900 likni ham chizib chiroyli qilib tersak bo'ladi. 3900 li ham press blokda chiqadi. Chiqarsa bo'ladi. Chiroyli qilib. Chiroyli qilib chiqadi. Chiqara olasan, qo'lingga keladi. Fundamentgacha. Fundamentga shag'il kerak bo'lar ekan. Ozroq qumimiz yetami deyman. Qum yetadi, bir marta ekan marta yetadi. Ay, biram morava yetmay qolsa, olinadi. Qummi? Ha. Moraviylar sotiladi. Lekin kerak, moravilar. Shibin kerak bo'ladi. Shibinimiz yo'q edi lekin, ha? Shibin qolmadi. Biz mabiyol etib tashadik, bor-edi ham anchagina. Kamida, Kam ozroq shibin qoladi-da, eslayman. Shibin kam qoladi o'zi. 3000 stachka quyiladi mana yoqqa.
Xullas, nima deysizlar? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiraylik jigarlar. Poddershkada bo'lsak. Endi ko'pchilik hammom qilib bergan, polni o'rab bergan, hojatxona qilib beringlar deb yozishgan ekan. Endi bu yog'i sizlarning poddershkalaringiz bilan. Nima qilib ber desanglar, biz tayyor qilib beramiz. Mana usta do'stimiz tayyor, to'g'risi. O'sha bir bekor gapirgan akaman. Ketgandaki ko'y esladi sen yig'lab. Yo'q, aniqmi? Ulan bu ko'zda sirachaga aytdirki. Hayır canım. Chunki aka Hayır otel. Yo, teginmang, gapirmang siz unga. Gapirmang siz unga. Yakab turibdi. Sodiq aka, siz ham odamlar aynitishgan bilaman-da. Mayli. O'sha paytlar men hech xafa bo'lganim yo'q, sizdan hech narsa bo'lgani yo'q. Komil? Sen bana men iksam arzon bo'ladi narsalar. Tarif qovuldi. Nima shunday bo'ladi, Komil? Dehqonchiliklar endi bir dehqonlarning bir yelkasiga shamol tegsan, aka. Bitta qovul qilmaydi, ko'rdingmi? Qancha? Qovunmi? Qilmaydi. Marka qovuldi. Dehqonlar qancha o'bitga kirdi, o'tkal, undan oldiki yillar. Bu yoqqa biz bo'l. Shunday. Plastik kartangiz bor o'zingizda. Qanaqa bank ekan? Agrobank ekan-a? Xo'p, o'zingizning plastik kartangizni qo'yamiz. Yipti rossiyskiy karta qo'yamiz. Har doimgidek tushgan pullar отчёti bilan kimdan qancha pul tushyapti va nimaga ishlatilyapti, hammasi отчёti bilan. Faqat bizdan jigarlar, poddershkada. Ko'pdan emas. Rossiyadagi jigarlarimiz 100 rubl, 50 rubldan, O'zbekistondagilar 10 ming, 15 ming, kim qo'ldan qancha kelsa. Bitta yana oldingidek. Bitta yig'ilsak, shunday chiroyli bo'ladi. Qani bu qilib usta bo'lib, men menga yordam beraman. Menga. O'zi yordam berasizmi endi? Oldin yordam bermayman dechadingiz. Yordam berasizmi polniz? Haydi çat qizdirib olib, haydi ko'ribsiz ona. Hamma ichki nima bo'ldi? Bo'ldi. Hamma so'rab bo'ldi. Hamma ko'rib. Ko'radi-da, hamma ves Talmarjon yana ko'ryapsiz-da. Yomon, yaxshi ko'rar ekan Talmarjon. Onani biladi, hamma aytdi. Otalar biladi, otalar nima qildi? Mana qilib biladi, otalar. Mana eshikni yana bir marta ko'rsatib o'taylik, ko'rmaganlar uchun. Qaranglar, bu eshik mana urib, sindirib, hamda qiyshaytirib tayyorlagan ekan, o'sha sal-pal tug'iladi. O'zi oxirgacha bormayotgan bo'lib qolgan. Hal to'g'rilib ketdimi deb. Ha, endi borayotgan bo'libdi. Urib, qiyshaytirib, sindirib tashlagan. Endi maqsadi nima bo'lgan bilmadim. Ruchkalarni ham sindirganmi? Sindirganmi? Uyga kirishmi bo'lganda, u maqsadi bo'lsa. Olib berdim, oldin non nasib berdi bechara. Olib ketganda, olib ketmoqchi bo'lganda shunday. Yo'q, o'g'irlik qilmoqchi bo'lganmi? Endi kim biladi, kallasiga nima kelgan. yoki siz aytgandek bolalarimga birishgan. O'shanda kalla yo'q-da. So'ra. Biz Umid qanday mashinasini turamiz? Umid qanday qildi? Nima qildi? Umid nima qildi? Umid mashinani nima qildi? Umid. Hammasini, mashinasini, oynasini sindirgan, derazasini sindirib ketgan. Yaxshi emas-da. Yo'q, yo'q. Biz bu qanday kilosi hayotga qanday qishmini qo'ydi? Bir kilosi yangi kisat qubdi qishmini, toshmini. Qo'yib bersam? Sizdami? Qo'ymoqchi bo'ldi-da, piyoda kelayotgandim, ishdan qaytayotgandim. O nima, u hech kim yig'ishtirolmayapti. Qani uchastkavoylar? Migalkan qo'shib kechqurun figura qilib yurasizlar, u nima yig'ishtirib bo'lmayapti buni? Yo, zo'ravonlar qolib ketganmi Obod mahallan oxiri? Xo'p, gapiramiz desek, gap juda ham ko'p. Ishni boshlaylik qadrdonlar. Bugundan poddershkani bosaylik, ertaga nasib bo'lsa ki boshlaymiz hammasini. Salomat bo'linglar qadrdonlar bo'lmasa. Salomat bo'ling. Hammaga sog'lik. Salomat.